namoz o'tadilar, ikkinchi ro'za tutadilar, uchinchi haj qiladilar, to'rtinchi zakat beradilar, beshinchi ashir kunlarida yig'laydilar, oltinchi namoz juma o'taydilar, yettinchi riyoziy junubat qiladilar, sakkizinchi olimlar ilm o'qirlar va olimlar ilm o'rgatarlar. Her kim alarni sözünü eshitib amal qilsa, qora tog'cha gunohi bo'lsa ham zarra qolmas. Ey Musa, do'stim Muhammadni barchadan keyin payg'ambarlik yubordim. Ani ummatlarini barchadan keyin yaratdim. Anim uchunki tuproqda ko'p yotmag'inglar. Musa aytdilar: "Bar Xudoyim, ani ummatlarini muncha do'st tutarsan." Xudo taolo aytdi: "Ey Musa, do'stim Muhammadning ummatlari har kuni 5 vaqt namoz o'qiydilar va ro'za tutadilar, zakat beradilar, haj qiladilar, masjid bino qiladilar, junubat g'usl qiladilar. Olimlarning so'zini eshitib quloq solib turadilar. Ey Musa, ular kecha va kunduzda, har kecha va kunduzda namoz o'tarlar. Payg'ambarlar hisobini qiladilar. Ular kim gunohlaridan tavba qiladilar. 70 ming savob topg'aylar." Xudo taolo aytdi: "Ey Musa, meni haqimda qancha namoz o'tasalar, men uyatliq bo'lurmanki, anga azob bermoqdim. Agarchi gunohkor bo'lsalar ham." Ya'ni mana Musa payg'ambarga aytdiki, shuncha namoz, ro'za, haj qilganlari men ularga uyatliq bo'laman azob qilgani. Albatta Musa alayhisalom. Har qancha gunohlar bo'lsam azob qilgani uyatliq bo'laman. Gunohkor bo'lsalar ham senga hammasini kechirurman. Ey Musa, ancha ilm o'qildiki, kavshing birla oson temirdan qilingan. Ancha ilm o'qildiki, kavshing birla oson temirdan qilgil. To bular ado bo'lguncha. Shunchaki Musa aytadilarki, kavshing bilan oson temirdan bo'lguncha. Yugurib men ham tushdimmi? Amal qilgil. Zakat bergil. Harom yemak benim yo'limda sarf qilgin. Ey Musa. Musa alayhisalom aytdilar: "Bor Xudoyim, senga kim dushman turib?" Xudo taolo aytdi: "Ulki kishini aybini kishiga ediyey." Xulosa tumladim. Senga kim dushman turib desa aytayaptiki, kimki kishini aybini kishiga ediyey. Musa alayhisalom aytdilar: "Xudovanda, qaysi bandan ziyrak turur. Xudo kelganki, ulki o'limni ko'p yod ana shu kishi ziyrak turar ekan." Musa alayhisalom aytdilar: "Bor Xudoyim, qaysi bandan yaxshi turur?" Xudo taolo aytdi: "Ulki odamlarga foydasi yetgay." Musa alayhisalom aytdilar: "Bor Xudoyim, sendan kim iroq turur?" Xudo taolo aytdi: "Ulki odamlarga foyda yetkirmasa." Musa alayhisalom aytdilarki: "Bor Xudoyim, mendan xushnusan?" Xudo taolo aytdi: "Qo'shnilaringdan so'rag'il, faqir miskinlardan so'rag'il." Musa alayhisalom aytdilarki, "Meni shunchalik payg'ambarim bo'lishimdan, shunchalik ilmli bo'lishlarimdan Xudo taolo aytadiki, xushnud bo'lasanmi desa, qo'shnilarimdan, faqir kishilardan so'rag'in. Sen yaxshiligingni qo'shnilaring, faqir kishilar biladi" deyapti Alloh taolo. Alar xushnud bo'lsa, men ham xushnud bo'lg'ayman. Ey Musa, g'ariblarga mehribon bo'lg'il.